Assalomu alaykum hurmatli Kaliforniya yomg'ir chuvalchang va yegamiz biznesga qiziquvchi o'rtoqlar. Inshaalloh bugun mana chuvalchanglarimizni ko'chirib, yangi oziqa berish yerlarni o'tkazyapmiz. Kaliforniya chuvalchanga va yegamiz biznesga qiziqayotgan o'rtoqlar like tugmachalarni bosib qo'yamiz. Inshaalloh videomiz keng tarqalishi uchun o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. Mana shunday chuvalchanglar qanday ajratib olinadi va mana shunday yangi oziqalar berish jarayonlarini bir sira tushuntirib o'tamiz. Qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalarni bosib qo'yamiz. Qiziqtirayotgan savollaringiz bo'lsa bemalol kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Chuvalchanglar qanday ajratsa bo'ladi va yegamizlar 100% qanday tayyorlashtirilganini o'rgatib o'tamiz. Ma'lumotlar berish mutlaqo tekin. Mana shunday yaxshi usulda chuvalchanglarni ajratib olib, yangi oziqalar berib, inshaalloh chuvalchanglarimizni mana shunday ko'paytirish jarayonlarini o'tkazyapmiz. Endi mana shunday holatda mana shu yerda kamida 450 kvadratga yaqin chuvalchangimiz bor. Chuvalchanglarni mana shunday yegamizlarga ilib olib, yangi oziqalar berish jarayonlarini o'tkazyapmiz. Inshaalloh mana shunday yegamiz biznesga, Kaliforniya chuvalchang biznesga qiziqayotgan o'rtoqlar ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunday sifatli yegamiz va chuvalchanglarni ko'paytirish sirlarini o'rgatib o'tamiz. Mana shunday to'rda yangi oziqalar zapasi qo'yibmiz, ana shularni chuvalchanglarga berish jarayonlarini o'tkazib boramiz. Mana shunday soya joylarga qilingan yegamiz o'ta sifatli va qop-qora rangda chiqadi. Qiziquvchi o'rtoqlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Videoda har xil kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.